Ma'rifat Peshvosi Abdurahmon Jami. Abdurahmon Jami milodiya 1414-yili 7 noyabr ayni chog'dagi Xurosonga joylashgan Jam shahriga qarashliq Harjirt yezisida tug'ilgan. Uning bovisi Shamsiddin Muhammad Ispahandan Xurosonga ko'chib kelib, Hanafi mazhabining danglik diniy peshvosi İmam Muhammad bin Hasan Shaybonining pushtidan bo'lgan bir mo'tvar kishining qizi bilan uylangan. Bu ikkilandan Abdurahmon Jamining otasi Nizomiddin Ahmad dunyoga kelgan edi. Ana ashu vajidan Abdurahmon Jami otasi va o'zining kindiqini to'kilgan jamga nisbat berilib, Molla Jami deb atalgan. Abdurahmon Jami dastlabki 6 yillik muarif tarbiyasini otasidan olgan. 1420-yili otasi Shahrux Mirzoning taklifi bilan yangi poytaxt Hirotdagi Nizomiya madrasasiga o'qituvchilikka taklif qilingandan keyin Abdurahmon Jami mushu madrasada o'z o'qishini davom qilgan. U bu jarayonda ayni davrdagi eng mashhur olimlardan biri bo'lgan Mevlana Junaydi usulidan arab tili va adabiyotni puxta o'rgangandan keyin Shayx Said Sherif Jorjani va Alloma Taftazonining izbosarlaridan Ali Samarqandi va Shahobiddin Muhammad qatorliqlardan maxsus ta'lim oldi. Keyinchi u 1437-yili Mirza Ulug'bek qo'lida Ma'rifat markaziga aylangan Samarqand shahriga berib, 9 yil Ulug'bek madrasasida davomli bilim oshirdi. Bu jarayonda u bursalik danglik matematik Rumi Hazrat qo'lida matematika va astronomiya bilimlarini puxta o'rgandi. 1447-yili Shahrux Mirzo vafot bo'lganda Tömöriylar yana bir davolg'ush davriga kirdi. Bu chaqda Hirot shahrida bütün diniy ishlarga yetakchilik qilayotgan Uyg'ur allama shayx Sayyiduddin Koshig'ari yaqin do'stining o'g'li Abdurahmon Jamini Hirot shahriga qaytirib keldi. Chunki dana otasi Shahrux Mirzodan ayrilib qolgan Mirza Ulug'bekning ahvoli bekli xarob edi. Darvaqa 1449-yili 10-oyda Mirza Ulug'bek o'z o'g'li Abdulatif Mirzo tarafidan Dahri degan batnom bilan qatl qilindi. Oqibat Amu daryosining shimoliy qismidagi Tömöriylar taxti 10 yillik talash tortishga mahkum bo'ldi. Amu daryosining janubidagi Tömöriylar saltanati Mirza Shahruxning o'g'li Baysung'ur va uning o'g'li Abul Qosim Bobur Mirza, Ahmad Hojibek va Sayyiduddin Koshig'ari qatorliqlarning o'rtaq g'ayrati bilan nisbiy tinchlikni qo'g'dab, Hirot shahrining ma'rifat, tijorat, siyosat va madaniyat markaziga aylanishiga asos soldi. Mirza Ulug'bek qatl qilinganda koni poytaxt Samarqanddan qochib Hirot shahriga kelgan mashhur astronom va matematik Ali Qushchi Abdurahmon Jamini matematika va astronomiyaga oid qiyin savollar bilan sinaganda uning to'g'ri javoblaridan hayron qolgan va qoyil bo'lgan edi. Shu vajidan Ali Qushchi vaziyatning taqozosi bo'yicha Fatih Sultan Mehmet Xonning da'vati bilan Istanbulga ko'chishdan ilgari Hirotda Abdurahmon bilan billa matematika va astronomiya tadqiqotini bir mezgil davom qilgan edi. Amdila 33 yoshga qadam qo'ygan va o'z davrining butun ilmlarini pishiq o'zlashtirgan Abdurahmon Jami yanila qanoat his qilmay to'p-to'g'ri 10 yil Shayx Sayyiduddin Koshig'ari qo'lida tarbiyalanib Naqshbandiya tariqatiga kirdi va ustozi 1456-yili 13-may vafot bo'lgandan keyin mazkur mazhabning Xuroson, Afg'oniston, Hindiston, İran, Azerbaycan
ve Irak'taki manevi dahisiga aylandi. Ak qo'ychi ve qari qo'ychi Türkmenlerge yengilib qolgan Ebul Qasım Babur Mirza Herat shahrini tartqizib qo'yib, shimoldagi Marvaga chekingandan beri Herat shahrining qisqa mezgillik davolg'ush davri boshlandi. Baxtga yarasha Sultan Malik Koshig'ari inisi Mahmud Jonibek ve oğlu Ahmet Hacibeylerinin tirishchanligida Sultan Ebu Said Mirza Samarqand ve Herat merkezlik ikkiga bo'lingan Temuriylar saltanatini 1459 yılı qayta birlikka keltirdi. Keyincha 1470 yılı Sultan Hüseyin Bayqara davri boshlangandan keyin Xorasonning oxirgi 35 yillik gullanish davriga asos silindi. Bu chaqda haj farzini qilishga imkoniyat his qilgan Abdurahmon Jami 1472 yılı Heratdan ayrilib Bag'dod yo'li bilan hajga mangan. Uzundan buyan Abdurahmon Jami bilan uchrashishni umid qilgan Fatih Sultan Mehmet Xon 1473 yılı 11 avgustdagi Otluq Bali urushidan keyin Istanbulga qaytish yo'lida uning hajdan qaytishda cho'qim o'tadigan o'tangning Halab shahri ekanligidan xabar tepib, Xo'ja Ataulloh Kermaniyni 5000 oltin tilla bilan Halabga yo'lga solgan bo'lsa-mu, lekin Abdurahmon Jami Halabdan alliburun Tabrizga qarab yurib ketgachga bu uchrashish amalga oshmagan. Abdurahmon Jami 1474 yılı 8 yanvar Herat shahriga salomat qaytib kelgan. U shu yildan boshlab toki vafot bo'lguncha Sultan Hüseyin Bayqara Heratda soldirgan donliq xonlik madrasasida arab til adabiyoti, hadis ve tafsir ilmlari bo'yicha bosh mudarris bo'lib xizmat qilgan. Fatih Sultan Mehmet keyinchi yana bir qitim shahona hadiyalar bilan Heratga elchi avatib, Abdurahmon Jami'dan qiyinchilik darajasi yuqori bo'lgan bir ilmiy xizmat, ilmiy kalamchilar, faylasoflar ve sofizmchilarning ko'z qarashlari ro'shan selishtirma qilingan bir asar yezib chiqishini umid qilgan. Abdurahmon Jami buni qabul qilib, u asarni bitirib Fatih Sultan'a avatgan chaqda Fatih Sultan Mehmet Xon 1481 yılı 5 ayda vafot bo'lib ketgan edi. Osmaniylar davrida saltanat markazi bo'lgan Topqapı Sarayida saqlanayotgan bebaho vasiqalar orasida Fatihning o'g'li Sultan Bayazid bilan Abdurahmon Jami orasidagi maktublarga qaraganda bu ikkilan orasida nihoyatda yaqin ilmiy ve adabiy munosabat bo'lgan. Abdurahmon Jami Heratdagi xonlik madrasasida 18 yildak muntizim bosh mudarris bo'lgandan keyin 1492 yılı 9 noyabr kuni vafot bo'lgan ve qadrdon ustozi Shayx Saiduddin Koshig'arining yeniga dafn qilingan. U vafot bo'lganda en qattiq qayg'urganlar uning yaramliq shogirdi ve izbasari Mir Alisher Navoiy bilan Suhayli ve Sultan Hüseyin Bayqara idi. Tarixiy manbalarda Abdurahmon Jami'ning Mir Alisher Navoiyni hammadan yaxshi ko'rganligi ve she'rlarida uni voyaga yetkazib madhiyalaganligi ko'rinib turmoqda. Alisher Navoiy muziki ilmini uningdan voyaga yetkazib o'rgangan edi. Abdurahmon Jami Hazratning arabcha ve farischa asarlarla 45 dan oshidi. Lekin buning ichida hozirgi zamongacha yetib keladigan tavarruk asarlari uncha ko'p emas. Abdurahmon Jami'ning her türlük divanları Alisher Navoiyning kuchlik tashabbusi bilan toplangan bo'lib, uning hayotining 3 bosqichiga vakillik qiladigan 3 divani bizning zamonimizgacha yetib kelgan. Bu divanlar tarixiy tartib bo'yicha 1479 yılı toplanib chiqqan Fatiha Tush Shabab yoshlik ochqushi nomli tunji divani, 1481 yılı bitirilgan Vasitaul Iqdam, o'tir bosqich himmat,
ve 1491 yılı vafatıdan bir yıl burun bitirgen Hatimetul Hayat, Hayat Hatimisi qatarlıqlar. Bu üç divan alimning hayotining uch bosqichini ro'shan yo'ritib bergan. Bu divanlar hozirga qadar Istanbul, Viyna, London, Tehran ve Lucknow shaharlarida besilib nashr qilingan. Abdurahmon Jamining masnaviylar to'plami 7 mustaqil masnaviydan tarkib topgan to'plam bo'lib, ular Silsila Tuz Zahab, Oltin Shajara, Salamanu Absal, Töhbetul Ehrar, Sübhatul Ebrar, Yusuf Züleyha, Leyli ve Mecnun, Hiret Name-i İskenderi qatarlıqlardır. Bu bir jüriş toplam Murteza Gilani tarafından Tehran'da neşir kılıngan. Abdurahmon Jami öz zamanidagi ilg'or ma'rifat markazlarida muntizim odam tarbiyalash yo'lini tanlab olg'ashqa, nuqul öz davrdoshlari tarafidan ulug'lanib qolmasdan, balki keyingilar tarafidan birdek yuksak hurmatga erishib, nihoyatda ulug'landi.